Assalomu alaykum qadrdonlar. 1-yanvardan hozirgi holatda kommentariyada kimdir noto'g'ri so'kib qo'ysa yoki noto'g'ri gapirib qo'ysa, hozir qonunchilikka kirgizishayotgan ekan, hozir o'qib chiqyapman. Qonunchilikda yozilyaptiki, kimdir noto'g'ri urishib qo'ysa, kommentariyada noto'g'ri narsalar yozib qo'ysa yoki qadr-qiymatiga tegib qo'ysa, 5 milliondan 20 milliongacha jarima bo'lar ekan. Lekin bu jarimani holatini qaranglar. Bu o'rganib chiqqanimdan keyin jarimani 5 milliondan 20 milliongacha ekan. Lekin qaranglar. Eng qiziq joyi bu jarimalar agar o'sha birinchi o'rganib chiqiladi so'z iboralarini. Agar so'z iboralarida qadr qiymatini juda ham pastga urib yuborgan bo'lsanglar, agar yuqori bo'lsa, agar u miqdor hech qanaqasiga 15 kunda yarmisini to'laysan yoki yarim oyda, bir oyda maminchasini to'laysan degan joyi yo'q ekan. Jarima qo'llandimi, sizlarga 3 kun vaqt berilar ekan. 3 kunning ichida siz u jarimani to'lashingiz kerak ekan. Bu degani, agar sizlarga 20 million jarima kelgan bo'lsa, 3 kun vaqtida to'lashingiz kerak. Kommentariyada noto'g'ri so'zlar iborasini, lug'atini yig'ib turib gapiradiganlarga jo'natib qo'yinglar. Ehtiyot bo'linglar. Bu degani Instagram, Facebook, TikTok, Viber, YouTube ko'p platformalarda bor ekan bu narsa. Endi ehtiyot bo'linglar, kommentariyadagi negativchilar. Yana esimdan chiqib qolibdi aytish, jarima qo'yilgandan keyin o'sha 5 million qo'yiladimi, 10 million qo'yiladi, 15 million yoki 20 million qo'yiladi. O'sha jarimadan sizni pulingizdan, siz to'lagan shtrafingizdan yarmisini olib, o'sha yozgan kommentariya egasiga o'sha pul miqdorini berishar ekan. Chunki ular jabr yetgan inson bo'lar ekan. Qani bu yog'iga endi kommentariyalarni buzib yuboramiz.